Xalifa Umar ibn Abdul Aziz kechalarni birida uxlay olmadi. Nimaga uxlay olmadi? Chunki bu kishi Basra shahriga qozi tayinlash kerak edi. Basra u davrda musulmonlarning eng katta shaharlaridan edi. Mana shu shaharga qozi tayinlashlik kerak. Bir necha odamlarni nomzodini ko'rib chiqdi. Ularni tayinlamoqchi bo'ldi. Birodarlar, bir kishiga xalqni boshqarishlik ishi topshirilganda o'ziga yordamchi tanlashligi nihoyatda qiyin bo'ladi. Chunki tanlagan yordamchisini qilgan ishiga qarab turib rahbarga baho beriladi. Munosib odamlarni qo'ygan bo'lsa, ishini chiroyli bajarsa, rahbar ham chiroyli ish qilgan bo'ladi. Bu Xalifa Roshid Basraga odamlar orasida adolatni qoyim qiladigan, Alloh nozil qilgan hukm bilan hukm yurgizadigan, haq ustida hech kimdan qo'rqmaydigan va hech narsadan ta'ma qilmaydigan odamni qidirdi. Uni ixtiyori ikkita odamga tushdi. Ular dinni ham fahmlagan, haqda salobatli, turmushida taqvoli, fikri tiniq hamda o'tkir nazarli kishilar edi. Qaysi birini tanlasam ekan, qaysi birini qo'ysam ekan deb o'ylab qarasa, birida falon ishda afzal desa, ikkinchisi boshqa ishda afzal edi. Birini falon ishda fazilati katta desa, ikkinchisi boshqa ishda fazilati katta edi. Xullas, ikkovidan bittasini tanlagani qiynalib ketdi. Kechasi bilan uxlamadida, tong otganda xalifa o'zini oldiga Iroqning valisi Adi ibn Artoani chaqirdi. Mana shu paytda u Damashqda edi. Xalifa valini chaqirib, "Ey Artoa, Iyos ibn Muaviya al-Muzni va Qosim ibn Robi'a al-Xorisiylarni chaqir. Ularga Basraga qozi bo'lishlik haqida gapir, ikkalasidan bittasini tayinla" dedi. Demak, ikki odam bittasini tayinlashligi kerak. Eshitdim, itoat qildim dedi. U vali Artoa Iyosni va Qosimni chaqirtirib, albatta Amirul Mu'minin, Alloh u kishining ustimizda turishini boqiy qilsin, sizlardan biringizni Basraga qozi qilib tayinlashimni buyurdi. Nima deysizlar? Ikkalasi ham bu kishi mendan ko'ra afzalroq, bu kishi mendan ko'ra afzalroq deverdi. Bular mansabdan qochib, bu kishi mendan ko'ra afzalroq, bu kishi o'zi qozi bo'laversa, yo'q, bu kishi mendan afzal deyapti. Ular mansabni mas'uliyat deb bilgan, qiyomatdagi oshiqcha javobgarlik deb bilgan, shuning uchun qochgan ular. Ularni har biri sherigini maqtab, o'zidan boyagi mansabni nari qilaverdi. Shunda Adi ularga qarab turib, "Shu ishni hal qilmaguninglarcha chiqib ketmaysizlar, vallohi" dedi. Chunki xalifa menga ikkovlardan bittalarni qozi qilib tayinlashligimni buyurgan dedi. Shunda Iyos aytdi: "Ey amir, men haqimda va Qosim haqida Iroqning ikki ulug' faqihidan so'rang. Hasan Basri va Muhammad ibn Sirin. Mana shu ikkita ulug' inson bizi o'rtamizda qaysinimiz afzalligini belgilab berishga haqli bo'lgan odamlar" dedi. Nimaga bunday dedi? Chunki Hasan Basri bilan Muhammad ibn Sirin Qosim bilan bordi keldisi qalin bo'ladi. Qosimni yaxshi tanishadi. Iyos ibn Muaviyani ko'p ham yaxshi tanishmaydi. Shuning uchun Iyos ana shu ikkoviga ishora qilib qo'ysa, ular kimni tanlaydi? Qosimni tanlaydi. Qosim tushunib qoldi buni. Ikkalasi ham zaki, xushyor odam. "Ey amir, men haqimda ham, Iyos haqida ham hech kimdan so'ramang" dedi. Diqqat. Allohga qasamki, Iyos mendan ko'ra Allohning dinida faqihroq, qozilikda bilimdonroq dedi. Agar men qasamimda yolg'on gapirgan bo'lsam, menga o'xshagan yolg'onchini qozi qilishingiz mumkin emas dedi. Agar rost gapirgan bo'lsam qasamimda, afzal odam turganda meni qo'yishligingiz yana mumkin emas qozilikka dedi. Bu so'zni rad qilib bo'lmaydi. Qasam ichib aytayapti. Agar chin gapirgan bo'lsam, u haqliroq. Agar yolg'on gapirib bo'rtirayotgan bo'lsa, demak men yolg'onchi ekanman. Meni qozilikka qo'yib bo'lmaydi dedi. Bu so'zni qaytarib bo'lmaydi. Iyos tushundi ish hal bo'lganini. "Ey amir" dedi. "Siz bir kishini chaqirib, unga qozilikni yuklab, jahannam yoqasiga olib kelib qo'ydingiz-ku" dedi.
Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imom Termiziydan keltirilgan hadis, Al-Qudatu salasa. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, qozi 3 xil bo'ladi. Va qodiyayni finnar va qodin fil janna. Ikkita qozi do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi. Rajulun qado bi g'ayri al-haqqi fa alima zalika fa zaka finnar. Bir qozi bor, ilmsiz hukm qiladi. Va biladi ilmsizligini. Bu odam jahannamda bo'ladi. Va qodin la ya'lamu fa ahlaka huquqan nas fa huwa finnar. Yana bir kishi bor, bilmaydi qozilikka yarasha ilmni, lekin odamlar o'rtasida hukm chiqaradi, odamlarning huquqlarini poymol qiladi. U ham jahannamda. Va qodin qado bil haqq fa zalika fil janna. Yana bitta qozi bor, haq hukm bilan hukm qiladi. Qozilikka yarasha ilmi bor, faqat shunisi jannatga kiradi dedi. Iyos aytdi: "Birodarim yolg'on qasam bilan jonini bu ishdan qutqarib oldi. Albatta bu qilgan ishidan Allohga istig'for aytadi va qo'rqadigan narsasidan omonga chiqib oladi" dedi. Adi eshitib turib Iyosning so'zini, bunday so'zni faqatgina qozilikka munosib odam ayta oladi dedi. Chunki Qosimning so'zini shunday tahlil qilib qo'ydiki, bu faqat qozi bo'ladigan odamning qo'lidan keladi. Shunday qilib Iyos ibn Muaviya al-Muzni Basraga qozi bo'ldi. Ularda mansabdan o'zini olib qochishini ko'ring.